O'xshaydi. Biz sizga yordam beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Takliflar, mulohazalar va yangi tashabbuslarga ochiqmiz. Har bitta hududda yosh kitobxon tanlovi g'oliblari bor. Ularni bitta joyda ushlab turadigan, ya'ni mana shunaqa to'playdigan bitta uyushma kerak. Yoshlar ovozi g'oliblari bir jamoa qilib davlat tadbirlarida yoki o'sha katta dasturlarda chiqishlarini iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Davlatimiz rahbari juda ham katta mana Birlashgan Millatlar Tashkilotining 80-bosh assambleyasida albatta yoshlar masalasiga ham to'xtalib o'tdilar. Misol uchun tarixiy to'lov SMM IP'lar bo'yicha juda qimmatroq mobil telefon kerak. O'qimoqchi bo'lgan yoshlarimiz qanday qilib ushbu mobil telefon sotib olish mumkin? Meni taklifim amaliyot tizimini tashkil qilish 6 oydan 1 yilgacha har bitta tashkilotlarda va bu davlat tizimida bo'lishi. 2+6 degan. Bu sizlarning tashabbusinglar bilan bo'ldi. Buni evaziga har yili 100 milliardga yaqin pul yoshlarni xorijiy tillarni o'rganishi uchun sarflanyapti. Umumiy muzokaralarda, tashkilotlarda talabalarning ham o'sha muzokaralarda ishtirok etishi. 14 ta sport bor ekan. Shularning ichida suzish sporti yo'q ekan. 15-sport turi suzish sportini qo'shsangiz. Yoshlar bilan muloqot qilgandagina yoshlarning g'oyalari tinglanadi. 2024-yil oxiri bo'yicha 50 mingdan ko'proq yoshlar IELTS 5+ olgan. Mana sizlar meni ularning ham kontaktlarini olib, eshitdim, hammasini qo'llab-quvvatlaymiz. O'xshaydi. Biz sizga yordam beramiz. Qo'llab-quvvatlaymiz. Sog' bo'ling. O'xshash uchun yordam beramiz.